Her qanday bir musulmonning yemek ichmakdagi axloqi tuvandagi 3 asosiy prinsip ustiga qurilgan bo'lishi kerak. Birinchidan halol yeyish, ikkinchidan pokiz yeyish, uchinchidan sog'lom oziqlanish. Harom yemek ichmak bizning ma'naviyatimizni keriltiradi. Qilgan duolarimiz va yaxshi amallarimizning qabul bo'lishini to'sib qo'yadi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu solihan. Ey elchilar, payg'ambarlar, halol yenglar va yaxshi amal qilinglar deydi. Ya'ni yaxshi amal qilishni ilgari yemek ichmakinglar halol bo'lsin. Shunaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam duasının icabet buluşunun bütün sebepleri tepilgan ama duası icabet bulmayan adamın ahvalini ve onun duasının icabet bulması sebebini bizge bayan kılıp enna yustacabu zalik. Onun duası kandak mı icabet olsun? Gerçi duası icabet bulduğun musafir olsun mu? Onun duası icabet bulmaydı. Çünkü o met'amuhu haram, o meşrabuhu haram. Onun yemek içmeki haram, o melbesuhu haram. Onun kiyim keçiki haram ve haram bilen uzaklandı. Bundak adamın duası kandak mı icabet olsun? Diş arkalıp yemek içmekning haram bo'lishi duoyimizning ijobat bo'lmasligining sababi ekanligini bu hadis orqali bizga ko'rsatdi. Shunga musulmon yemek ichmakka alohida diqqat qilish kerak. Yemek ichmakka haram turib, Allohga qanchalik yig'lab duo qilib kelsin, qanchalik namoz o'qib kelsin, Alloh taolo uning duolarini ijobat qilmaydi. Bir musulmon harom yeyish emas, halol haromligida shakllanib qolgan shubhilik narsalardan yiroq turish kerak. Chunki shubhilik narsalardan o'zini topmagan, davomli shubhilik narsalarni ko'p yegan odam cho'qim bir kuni haromga tushib qoladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shubhilik narsalardan o'zini topmagan odamni xuddi Chigrada padı baqqan kishiga o'xshaydi degan. Ya'ni chigra bo'yida padı baqqan kishining padlarining chigradan atlab ketishi qanchalik yaqin bo'lsa, shubhidan o'zini topmagan odamning haromga tushib qolishi ana shundoq yaqin bo'ladi. Shayton bizga tunji qatim haromni ye demaydi. Dal ana shundoq shubhilik narsalarni yegizish orqali bizning ma'naviyatimizni kiriltirdi. Ondan keyin bizga haromni yegizadi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yuqorqi hadisning davomida "Faman ittaqa shubhat istabra ali dinihi va ardi." Qanday bir odam shubhilik narsalardan, ya'ni halol yoki haromlikqa aniq bo'lmagan, uquli bo'lmagan bunday narsalardan saqlandı ekan, u o'zining dinini saqlab qolgan bo'ladi. Ya'ni qilgan yaxshi amallarni, duolarini saqlab qolgan bo'ladi va o'zining yuz obro'yini saqlab qolgan bo'ladi deydi. Ya'ni Allohning oldidagi yuz obro'yini saqlab qolgan bo'ladi. Shunga musulmon kishi haromga tushmaslik uchun shubhilik narsalardan yiroq turishi kerak. Chunki shubhilik narsalar degan xuddi sariq chiroqda mangan kishiga o'xshaydi. Sariq chiroqda mangan kishi garchi qizil chiroqda manganga o'xshash bo'lmasa-mu, lekin u odamning qizil chiroqqa dastlab qilish ehtimoli nihoyat yuqori bo'ladi. Shubhilik narsalarning ahvoli dal shunga o'xshaydi. O'zini musulmon degan odam harom va shubhilik narsalardan yiroq turganda boshqalarga harom va shubhilik narsalarni yurgizmaydi. Masalan, siz bir oshxona va yoki navoiyxona va shunga o'xshagan har qanday bir yemek ichmak tijorati bilan shug'ullangan bir musulmon bo'lsangiz, kishilar sizning musulmonligingizga ishonib, ya'ni bu musulmon bo'lgandan keyin harom yemaydi, shubhilik narsalarni yemaydi. Shundaqla bizga harom va shubhilik narsalarni yurgizmaydi degan ishonch bilan sizning oshxonangizga ko'p tomoq yeydi va sizdan non oladi. Ya'ni yemek ichmakda sizga ishonch qiladi. Lekin siz o'zingiz harom yemay, shubhilik narsalarni yiroq turib, ammo boshqalarga setishda harom yegizsangiz va yoki shubhilik narsalarni yegizsangiz, ya'ni o'xshashli gunohkor bo'lasiz. Chunki musulmon harom yemaydi, harom yegizmaydi. Shundaqla siz boshqalarning ishonchiga xiyonat qilgan bo'lasiz. Chunki musulmon degan omonatdor bo'ladi. Musulmon degan kimlikning salahiyatining o'zi nurg'ulg'an majburiyatlarni talab qiladi. Siz musulmon degan kimlikni ko'tarib turib, shundaqla ismingizning keyiniga hojim yoki qorim degan ismni ko'tarib turib, boshqalar sizning shu ismingizga va salohiyatingizga qarab ishonch bilan sizning oshxonangizni yoki navoiyxonangizni tomoq yesa, non olsa, siz uni shubhilik narsalarni yegizsangiz, siz o ko'tarib mangan musulmonlik salohiyatiga loyiq ish qilmagan bo'lasiz. Shuning uchun musulmonlar ichidagi yemek ichmak tijorati bilan shug'ullanganlar Allohdan qo'rqinglar. Pulni deb boshqalarga shubhilik narsalarni yegizmanglar. Shubhilik harom narsalarni sotmanglar. Bu masala sizlarning musulmon salohiyatingizga qarta rostchiliginglarni belgilaydi. Sizlar ana shunday ishlardimi, ya'ni manfaat kelgan vaqtidami haqiqiy rasul bo'lib, shubhilik narsalarni yiroq turadigan vaqtingizda haqiqiy rostil tijoratchi degan nomga erishalasizlar. Rostil savdogarlar bo'lsa, qiyomat kuni payg'ambarlarga o'xshash bir o'rinda bo'ladi. Ya'ni oddiy bir tijoratchi o'zining salohiyatiga samimiy bo'lish, rasul bo'lish bilan qiyomat kuni payg'ambarlar bilan mana mushundaq bir o'rinda bo'ladi. Bir musulmonga nisbatan yemek ichmakning moddiy jihatda halol bo'lishi muhim bo'lgandek, ma'naviy jihatda ham halol bo'lishi nihoyat muhim. Ma'naviy jihatda halol bo'lishi deganligimiz, garchi bizning yeganimiz bismillah deb o'ltirilgan to'g'ri go'shi, qo'y go'shi bo'lsa-mu, lekin u narsalar bizga haqliq bo'lmagan pullarga elangan bo'lsa, u yana ma'naviy jihatda bizga halol bo'lgan bo'lmaydi. Masalan, boshqalarning pulini aldab elib olib, uningga bismillah deb o'ltirilgan qo'y go'shi, to'g'ri go'shi elib yegan bo'lsak-mu, u bizga halol bo'lmaydi. Ya'ni shuningdek, bugun kunimizda har xil shaklda yordam o'rinlari ko'paydi. Mayli u yordam o'rinlaridan o'quvchi deb olayli, va yoki qiyinchilikim bor deb olayli, va yoki ayollar yo'ldoshim yo'q deb olsin. Agar biz shu gapimizni rasul bo'lsak, ya'ni rost o'quvchi bo'lib, uning ehtiyojli bo'lsak, rostli ishlash imkoniyatimiz yo'q, qiyinchiligimiz bor, faqir
bo'lsak, rastli yo'ldoshimiz yo'q, shundaqla o'zimizning turmushini qamdug'idek pulimiz yo'q, mushunda holatda turib u yerdan yordam olsak, u yerdan bizga halol bo'ladi. Agar biz so'zimiz rostchil bo'lmasak, masalan biz o'quvchi bo'lmay turib o'quvchi deb yordam olsak va yoki o'quvchi bo'lsakmi, faqat bir yerdan ilishga tegishli haqqi bo'lsa, yolg'on so'zlar bilan, yolg'on materiallar bilan bir qancha yerdan yordam to'plab pulimizni ko'paytirishni maqsad qilsak, putqulimiz saq ishlaylaydigan turib men ishlaymayman deb o'zimizga loyiq bo'lmagan pullarni olsak, yanimizda pul bor turib yordam taqdid ekan desa, besib olish yoki ko'paytirish maqsadida u yerdan berib yordamlarni olsak, ya'ni ehtiyojimiz bo'lmasa-mu, u yerdan yordamlarni olsak, garchi og'inimiz un, yog' yoki halol bo'lgan to'g'ri go'shtlar bo'lsa-mu, u bizga halol bo'lmaydi. Ya'ni ma'naviy jihatda u bizga harom bo'ladi. Chunki biz halol narsalarni yegan bo'lsak-mu, o'zimizga loyiq bo'lmagan narsalarni yedik. Ya'ni haqqimiz bo'lmagan narsalarni yedik. Bu vaqtda biz boshqa bir muhtojning haqqini yegan bo'lamiz. Shunga yegan narsalarimizni moddiy jihatda emas, ma'naviy hukm jihatda halollikka diqqat qilishimiz kerak. Biz cho'shqa go'sht yemaymiz, lekin boshqalarning aldab haqqini yeb olsak, bizning cho'shqa go'sht yegan bilan hech qanday farqimiz yo'q. O'zimiz ishlayoladigan putqulimiz saq turib, ishlasammi, hukumat bergan puldan farqli pul olmaydi ekanman. Shunga men bu yerdan pul olib yashay deb yesak, biz yana o'zimizga haqliq bo'lgan narsalarni olmaymiz. Garchi ishlab olgan pulingiz bilan ishlamasangizmi, hukumatning beradigan puli o'rtasida jiq farq bo'lmagan bilan o'zingiz ishlagan pul, u halol emgakingizdan kelgan pul. Ammo ishlamay olgan pulingiz, garchi ishlab topganga o'xshash miqdorda olgan bo'lsangizmi, u sizga halol pul bo'lmaydi. Uning barakati bo'lmaydi. Shunga yemak ichmakda halolni yeyish degan vaqtimizda, chuqur uning moddiy jihatda halol bo'lishi va ma'naviy jihatda, hukm jihatda halol bo'lishiga diqqat qilishimiz kerak. Yordam desa, uni yugurib bir erishdan ilgari, men bu yordamga ehtiyojliqmi, menga durust kelamdi, halol kelamdi, uni surishlik erishimiz kerak. Bir musulmon uchun halol yeyish qanchalik muhim bo'lsa, sog'lom ozuqlanish shunchalik muhim. Chunki sog'lom ozuqlanmaslik tan sog'lomlikni ziyonga uchratadi. Tan sog'lomlikni qo'llash bo'lsa, farz ibodat. Chunki badanimiz bizga omonat, ya'ni Allohning omonati. Biz badanimizga, badanimizning haqqi bo'lgan ozuqlikni sog'lom shaklda bermasak, omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Masalan, nafsimizning keyniga kirib, ta'minda badanimizga ziyonli narsalarni yesak, biz badanimizga zulm qilgan bo'lamiz. Shundaqla bugun kunimizda tarqalayotgan o'lchamdan oshirib tomoq yeyishmi badanimiz qilingan eng chong ziyonkashlik. Asli kofirlar yeyish uchun yashasa, bir musulmon yashash uchun yeydi. Afsus, bugun kunimizda musulmonlarning hayotida yeyish asosiy maqsad, asosiy nishonga aylanib qolmoqda. Nafsini qo'yib etib, tomoq orqali ichib pushqini chiqarmoqda. Bu orqali dunyolik jihatimizni ziyon tortyapmiz. Masalan, tan salomatligimiz yaxshi bo'lmayotadi, semirib ketyapmiz, diabet, qon bosimiga o'xshash tomoqni jiq yeganlikdan kelib chiqadigan turli kasalliklarga mubtalo bo'lyapmiz. Shundaqla oxiratligimiz yaxshi bo'lmayotadi. Ya'ni biz tomoqni jiq yeb, badanimizni kasal qildik deganlik Allohning omonatini saqlamadik. Qiyomatda buning hisobini beramiz degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom insonlar uchun bir qancha luqma yetarli. Lekin shundaqdimi insonlar osh qozondimi xatarlik bir qochini to'shqizmaydi. Agar sizlarning biringlarning bakrak yugurib kelib ketsa, bu osh qozonning 3ning biriga tomoq yesin, 3ning biriga suv ichsin, 3ning birini nafaslangili qo'ysin deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning kishilarning osh qozonini to'ldirib bir narsa yeganligini, nihoyat xatarlik bir qochini to'shqizganlikda buning o'xshashi osh qozonni to'ldirib, ya'ni to'yg'uday bir narsa yeyishning tan salomatlikka nihoyat ziyonli ekanligini ko'rsatib turadi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom osh qozonni to'ldirib, ya'ni to'y tomoq yeyishni xatarlik qochini to'shqizganlik deb o'xshatgan. Asli musulmonning tomoq yeyishlik axloqi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda degandek, quruqqa to'yg'ili oz qolganda to'xtab olish. Chunki sahobalarning musulmon bo'lgandan keyin tunji qildigan ishlarining birisi tomoqni oziltish edi. Ibn Umar radhiyallohu anhu ma shabi'tu munz aslam. Men musulmon bo'lgandan tortib to'yg'iday tomoq yemadim deydi. Hazrat Oysha radhiyallohu anha bu ummatning payg'ambari vafot topgandan keyin yuz bergan tunji baloy musibat bo'lsa, bu ummat ichida to'qliq bo'ldi. Ya'ni to'yg'izib tomoq yeyish bo'ldi. Ularning quruqqa to'ygandan keyin semirishga boshladi. Ularning qalblari qatdi, shahvatlari kuchaydi. Demak, to'yg'izib chinqab tomoq yeyish asla va asla payg'ambarimiz va yoki sahobalarning va yoki bir musulmonning axloqi emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom normalda 2 vaqt tomoq yeydi. Shundaqla quruq ochgan vaqtda tomoq yeydi. Yegan vaqtida to'yg'izib yemaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Misrning podshohi Muqavqas bir qancha hadiyalar bilan bir doktorni hadiya sifatida avatgan. U doktor Madinaga kelgandan keyin kishilarning kasal bo'lmaganligini ko'rgan. Bu doktor bundan hayron qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashiga kelib, buning sababini so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u doktorga "Irja ila ahlik. Ey doktor, sen bu yerda ish topolmaysa, ya'ni kasal davolab jonini boqolmaysa, chunki nahnu qawmun la na'kul hatta najuu va idza akalna la nashba." Biz shundaq bir xalqki, ochmog'icha yemaymiz. Yesak to'yg'izmaymiz degan. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadis orqali sog'lomlikning nihoyat muhim bo'lgan bir asosini ko'rsatgan. Ya'ni sog' turay, kasal bo'lmay, doktorning qishiga bormay degan odam quruqqa ochgan vaqt deysin. Yegan vaqtda to'yg'izib yemisin deganga ishorat qilgan.
Şundaqla köp tamaq yeyiş, toyğuzup yeyiş adamni tefekkürden qo'yadi. Döt qilib qo'yadi, samatib qo'yadi, o'rin qilib qo'yadi, ibodat ig'ir qildigan qilib qo'yadi. Bugun kunimizdagi tefekkürimizdagi galliq, yangi fikrlarni ishlab chiqara olmasligimiz, o'ylanmasligimiz, tefekkür qilish ig'ir kelishi, shundaqla tan salomatligimizning yaxshi bo'lmasligi, jamiyatimizda semizlik, qon bosimi o'xshash bu kasalliklarning ko'payib ketishi dal payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisiga amal qilmagan. Agar biz boshqa ishlardan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga ergashgandek, mush yemak ichmak axloqidan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga ergashadigan bo'lsak, nafsimizni yig'adigan bo'lsak, biz tan sog'lomlik jihatdan hammaning oldiga o'taymiz. Shundaqla tefekkürimizni eslab, hurlikdan qutulalaymiz. Mehmondochilikda cho'qim tamoq bo'lish shart emas. Choy bilan, qahva bilan bo'lsa-mu bo'ladi. Shunga biz musulmon bo'lar sifatimiz bilan bu asosiy yig'ilishimizning maqsadi yeb ichish bo'lib qolmiz. Yeb ichish bo'lgan sorun mehmondochilikdan xo'shishaylik. Bu Rasulullohning sunnatiga uyg'un bir ish emas. Bular millatning yo'lboshlari degan kishilar bundaq yeb ichish markaz qilingan sorunlarga aslo yaqinlashmaslik. Millat deb yig'ilgan sorunlarimizning tamoq bilan to'lgan yeb ichish asos qilingan sorun ekanligini ko'raymiz. Buyuk gaplar, g'oyi shuarlar bilan yig'ilgan sorunlarimizning ana shundaq yemak ichmak soruniga aylanib qolishi bizning raslo millatning g'amini yeydigan odammi yoki millatning neni yeydigan odammi buni ko'rsatib turadi. Shunga esimizda bo'lishi kerakki, islomda yeyishning hukmi 3 xil bo'ladi. Birinchisi farz bo'lgan ish, ya'ni badanimizga zuri bo'lgan, tan sog'lomligimiz talab qilgan o'lchamda yeyish. Agar bir odam men uruqlayman yoki diyet qilaman deb tan sog'lomlikni talab qilgandan tuvan oz yesa, u badanimizga zulm qilgan bo'ladi. Agar shundoq yeb kasal bo'lib qolsa, u gunohkor bo'ladi. Ikkinchisi sunnat bo'lgan yeyish, ya'ni quruq ochqanda yeyish, yeganda to'yg'izmay yeyish, to'yg'ili oz qolganda to'xtalish. Mana bu Rasulullohning sahobalarining yeyish o'lchami. Uchinchisi harom bo'lgan ish, to'q quruq yeyish, quruq to'ysimi yeyish. Bu harom bo'lgan yeyish bo'lib, bu xuddi tamoqni axlatga tashiyotgan o'xshash isrofchilik, o'xshash gunoh. Hatto ba'zi olimlar tamoqni tashiyotganda ig'ir gunoh deb qaraydi. Chunki tamoqni tashlayotsa, isrofchilikning gunohi yuklansa, to'q quruq yesa, isrofchilikning bir gunohi, badanga ziyon sog'inning bir gunohi yuklanadi deb qaraydi. Shunga to'q quruq tamoq yeyishdan saqlanish kerak. Shundaqla mehmonlarning quruq to'q bo'lsa, tamoqni zo'laydigan bu odatimizni yo'qotishimiz kerak. Ammo jismoniy kuch talab qilgan ibodatlarni qilganlarning va yoki ig'ir emgak qilganlarning qusqu to'yg'uchi yeyishi, ya'ni ibodatiga suslik qilib qolmaslik uchun, bandada quvvatning oz qolmaslik uchun qusquni to'yg'izib yeyishi mustahab. Masalan, rusulqa vaqtimizda yoki ig'ir emgaklarni qilganlarning va yoki jihad qilganlarning qusquni to'yg'izib yeyishi bu sunnat, bu mustahab. Ammo to'ygandan keyin tan salomatligiga ziyonli shaklda yeyishi bu harom. Bir musulmon uchun halol yeyish qanchalik muhim bo'lsa, sog'lom oziqlanish shunchalik muhim. Sog'lom oziqlanish qanchalik muhim bo'lsa, pokiz yeyish shunchalik muhim. Chunki bizning dinimizda pokizlik iymonning yerimi. Mayli uyimizda tamoq atganda bo'lsin, va yoki oshxona tamoq atgan ustamlar bo'lsin, va yoki nayoqqan navoiylar bo'lsin, boshqalar ko'ysin, ko'msin, tozalikqa, pokizlikqa alohida ahamiyat berishi bu iymonning yerimini bildiradi. Agar bir oshpaz va yoki bir navoiy xaridor ko'midi deb tozalikqa ahamiyat bermasa yoki diqqat qilmasa, u gunohkor bo'ladi. Chunki tozalikqa ahamiyat bermaslik tan sog'lomlikka ziyon elib keladi. Masalan, jigar kasali, o'pka kasali va shunga o'xshagan ba'zi virus xarakterli kasalliklarning asosiy manbasi pokiz bo'lmaganlikdan kelib chiqadi. Shuning uchun uy tamoq atgan ayollar bo'lsin va yoki oshpaz navoiylar bo'lsin, pokizlikning bir ibodat, bir farz ekanligini unutmaslik kerak. Agar bir oshpaz va yoki navoiy tozalikqa ahamiyat bermay, boshqalarning tan salomatligiga ziyon yetkazsa, u qiyomat kuni Allohning oldida suriladi. Mana bu 3 prinsip har bir musulmonning yemak ichmakdagi axloqiy va o'lchami, ya'ni halol yeyish, sog'lom oziqlanish va pokiz yeyish.